Hurmatli birinchi bosqich talabalari, o'quv yili ham o'z nihoyasiga yetdi. Hozirda grant asosida ta'lim olayotgan hamda to'lov-kontrakt asosida ta'lim olayotgan talabalar barchasi bir darajada. Kelayotgan o'quv yilidagi grant o'rinlari uchun barchangiz kurashish huquqiga egasiz. Bunda sizning akademik faoliyatingiz natijalari, GPI balli va ijtimoiy faollik natijalaringiz inobatga olinadi. GPI ballingizga qarab 80 ball, ijtimoiy faollik uchun 20 ball berilishi nazarda tutilgan. Ijtimoiy faollik natijalaringiz baholash quyidagi 11 ta mezon asosida bo'ladi. Har bir mezon bo'yicha maxsus platformada ballar qo'yiladi. Ba'zi mezonlar bo'yicha asosli hujjatlarni siz o'zingiz yuklab borishingiz talab etiladi. Kitobxonlik madaniyati. Bunda siz 12 ta tavsiya etilgan kitoblar bo'yicha tuzilgan 100 ta test savoliga javob berishingiz talab etiladi. Testlar onlayn tartibda o'tkaziladi va maksimal 20 ballik tizimda baholanadi. 5 muhim tashabbus doirasidagi to'garaklarda faol ishtiroki. Bunda siz klub yoki to'garak rahbarligi uchun 20, a'zoligi uchun esa 10 ballni qo'lga kiritasiz. Bir vaqtning o'zida bir necha klublarga a'zo bo'lish mumkin, lekin maksimal 20 ballgacha to'plash imkoni bor. Buning uchun klub yoki to'garak rahbaridan ma'lumotnoma olib, maxsus platformaga yuklash talab etiladi. Talabaning akademik o'zlashtirishi. Ushbu band dekanatlar tomonidan avtomatik ravishda to'ldiriladi. GPA ko'rsatkichi 5 dan 3,5 ballgacha bo'lgan talabalarga mos ravishda 10 dan 5 ballgacha qo'yiladi. Eslatib o'tamiz. Umumiy ko'rsatkichidagi 80 balldan tashqari ijtimoiy faollik indeksida GPA ko'rsatkichi uchun alohida ball beriladi. Talabaning oliy ta'lim tashkilotining ichki tartib qoidalari va odob-axloq kodeksiga rioya etishi. Bu band dekanat va tutorlar tomonidan 5 ballik tizimda baholanadi. Kiyinish madaniyati, dress code talablariga rioya etilishi 2 ballgacha, odob-axloq kodeksiga belgilangan talablarga rioya etilishi 3 ballgacha baholab boriladi. Xalqaro, respublika, viloyat miqyosidagi ko'rik tanlov, fan olimpiadalari va sport musobaqalarida erishgan natijalari. Bunda siz tanlovlarda yutganingizni tasdiqlovchi diplom va sertifikatlarni platformaga yuklashingiz talab etiladi. Ta'lim muassasasi bosqichida 1, 2, 3 o'rinni egallagan talabalar mos ravishda 1 balldan 3 ballgacha baholanadi. Viloyat, hududiy bosqichlarda 1, 2, 3 o'rinni egallagan talabalar mos ravishda 4 balldan 6 ballgacha baholanadi. Respublika bosqichida 1, 2, 3 o'rinni egallagan talabalar mos ravishda 7 balldan 9 ballgacha baholanadi. Xalqaro miqyosda 1, 2 hamda 3 o'rinni egallagan talabalar 10 ball bilan baholanadi. Talabaning darslarga to'liq va kechikmasdan kelishi. Bu band ham dekanat va tutorlar tomonidan 5 ballik tizimda baholanadi. Bir semestr davomida 10 soatgacha dars qoldirish maksimal balling tushishiga sabab bo'lmaydi. 10 soatdan 20 soatgacha dars qoldirish 3-4 ball bilan, 20 soatdan 30 soatga dars qoldirish 2-3 ball bilan baholanadi. Bir semestr davomida 30 soatdan ortiq dars qoldirgan talabaga ball berilmaydi. Talabalarning ma'rifat darslaridagi faol ishtiroki. Bu band ham dekanat va tutorlar tomonidan 10 ballik tizimda baholanadi. O'quv yili mobaynida o'tkazilgan ma'rifat darslarining 90-100% da ishtirok etgan talabalar 6 ball bilan, 70-80% da ishtirok etgan talabalar 4 ball bilan, 60-70% ishtirok etgan talabalar 2 ball bilan baholanadi. O'quv yili davomida ma'rifat darslaridagi faolligi 4 ballgacha baholanadi. Volontyorlik va jamoat ishlaridagi faolligi. Bu band bo'yicha asosli hujjatlarni platformaga yuklashingiz talab etiladi. Bunda O'zbekiston Volontyorlar assotsiatsiyasidan ro'yxatdan o'tgan volontyorlik guruhlari rahbaridan olingan ma'lumotnoma yoki universitetimizda tashkil etilgan Tomchi volontyorlar harakati rahbaridan olingan ma'lumotnoma asos bo'ladi. Bundan tashqari, turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, umumxalq bayramlari, umumxalq hasharlari, universitet tomonidan tashkil etilgan jamoatchilik ishlarida tashkilotchiligi, tashabbuskorligi inobatga olinadi. Ushbu ishlar uchun esa tutordan ma'lumotnoma olib, maxsus platformaga yuklash talab etiladi.
Bajarilgan ishlar komissiya tomonidan 5 ballik tizimda baholanadi. Teatr va muzey, xiyobon, kino, tarixiy qadamjolarga tashriflar. Bu band ham dekanat va tyutorlar tomonidan 10 ballik tizimda baholanadi. Talabalarning teatr, muzeylar, kino zallariga tashriflar soni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon va yurtimizdagi boshqa tarixiy maskanlarga qilingan sayohatlar inobatga olinadi va quyidagicha baholanadi. Har oyda kamida 1 marotaba tashrif 5 ball. Har 2 oyda kamida 1 marotaba tashrif 3 ball. Semestrda kamida 1 marotaba tashrif 1 ball. Talabalarning sport bilan shug'ullanishi va sog'lom turmush tarziga amal qilishi. Bu bandda sport klubi rahbari, to'garak rahbarlari hamda tutoringizdan olingan ma'lumotnomalarni platformaga yuklashingiz talab etiladi. Talabaning sport bilan shug'ullanishi va sog'lom turmush tarziga amal qilishi quyidagicha baholanadi. Talabaning sport klubiga a'zoligi, ma'lum sport turi bo'yicha oliy ta'lim tashkiloti terma jamoa a'zoligi 5 ball. Sport klubiga a'zoligi, sport seksiyalari yoki sport to'garagida muntazam sport bilan shug'ullanishi 3 ball. Universitetda o'tkazilgan sport musobaqalaridagi faol ishtiroki 1 ball. O'qish davomida turli zararli illatlar, ichish, chekishdan xoli ekanligi 2 ballgacha. Toza, ozoda yurish, saranjon sarishtaligi, jumladan talabalar turar joyida yoki ijara xonadonida yashash vaqtidagi tozalikka rioya etishi maksimal 2 ball bilan baholanadi. Ma'naviy ma'rifiy sohaga oid boshqa yo'nalishlardagi faolligi, talabaning tengdoshlari o'rtasida hamda ijtimoiy tarmoqlarda faolligi, vatanparvarlik, taraqqiyparvarlik, ilm-ma'rifat, tarbiya yo'nalishlaridagi targ'ibot ishlarida ishtirok etishi va boshqa tashabbuskorligi asosida 5 ballik tizimida quyidagicha baholanadi. Hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda o'z tashabbusi bilan ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etilishi 3 ball. Adiblar xiyobonida va boshqa xiyobonlarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etishi 2 ball. Ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etishdagi faol ishtiroki uchun 1 ballgacha baholanadi. Qoida tariqasida talaba muayyan sabab bilan, misol uchun oliy ta'lim muassasasining ichki tartib qoidalari, odob axloq kodeks talablarini buzganligi uchun intizomiy jazoga tortilganda ijtimoiy faollik indeksida to'plagan ballidan 15 ballgacha olib tashlanishi mumkin. Umumiy baholash mezonida 100 balldan 80 balli, GPI balli uchun 20 balli ijtimoiy faollik indeksi uchun beriladi. Yuqoridagi 11 ta mezon 100 ballik mezonda baholanadi hamda 5 ga bo'lingan holda 20 ballik tizimda umumiy ballga qo'shiladi. GPI ko'rsatkichi esa 16 ga ko'paytiriladi hamda 80 ballik tizimda baholanadi. Shunda umumiy 100 ball hosil bo'ladi. Platforma 1-iyuldan ishga tushadi va 20-iyulgacha ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. 20-iyuldan 25-iyulgacha komissiya kelib tushgan hujjatlarni tasdiqlaydi va 25-iyuldan 5-avgustgacha ularni baholaydi. Baholash natijasidan norozi bo'lgan taqdiringizda universitetga 10 ish kuni ichida yozma yoki elektron shaklda shikoyat qilishingiz mumkin. Shikoyat kelib tushgan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ushbu shikoyatni ko'rib chiqib, qaror qabul qilinishi shart. Bunda shikoyat qilgan talaba shikoyatni ko'rib chiqishda ishtirok etish huquqiga ega. Barcha talabalarga omad tilaymiz.